internet portlatib yuborgan shu rolikni olish uchun biz ham shu kafega keldik. Bu kafe qayerda joylashganini bilmoqchimisizlar? Unda bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Mana bu chiroyli qilib ilingan hamma narsalar do'kon sifatida yuritilar ekan va xohlagan narsanglarni xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yerda har xil davlatlardan kelgan insonlar, blogerlar, turistlar o'tirishibdi va ular ham aynan shu videorolikni olish uchun kelishgan. Bu joy esa biz birinchi kafe deb o'yladik, kutish zali ekan. Mana hammaga qo'shilib kutib o'tiramiz, lekin nimani kutayotganimizni ham bilmaymiz. 1 soat o'tgandan keyin kvitansiya qog'ozcha olish kerakligini bildik. Kiraverishda qora futbolkada bolalar turibdi. Ular shu kafeda ishlashar ekan, chala-kamchatni qilib tushuntirishdi. 1 soatdan keyin yana u qog'ozchaga pechat qo'ydirish kerakligini bildik va asabiylashishni boshladik. Va yana 1 soatdan keyin borsak, yana 1-2 soat kuting deyishdi. Shunaqa qilib videorolik olinadigan vaqt ham o'tib ketdi, chunki video kunduzi va kechqurun olinish kerak edi. Hamma kutyapti va nima qilishni bilmayapti. Kech bo'lgandan keyin ketishni boshladi. Bu kafe Yegipetning Stariy Gorod degan joyida joylashgan Farsha kafesi edi.